Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi ishlarimizdan 12 avtomobil olganmiz. Xudo xohlasa bu 12 avtomobilimizga turgan ishlardan biri shu mazasi ishlarni qilyapmiz. Xudo xohlasa ish jarayonlarimiz boshlangan. Apshkalaridan keladigan bo'lsak, birinchi silovga teshikdan xudo xohlasa qo'yilgan. Betiga, ikkinchi silovga, tepalariga karpet, apshkasiga qo'ygan xudo xohlasa. Shu orada qilib ko'ramiz. Oldi tartibidan o'sha buga konditsioner fon yechib tashlangan montajli simlarigacha qo'yib tashlangan fonni chiroyli qilib yopishtirib, drem kar mahsulotdan ishlatiladi. Uchli xudo xohlasa. Yopishtirib chiroyli qilib yuboramiz. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, xudo xohlasa olib qo'ygan 12 avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Ish sifatida baho berishlaring mumkin. Xudo xohlasa chiroyli qilib yopishtirib qo'yganmiz. Orqa eshiklarida, tepalari xudo xohlasa karpet, ikkinchi silovga original eshiklar xudo xohlasa yopishtirib qo'yilgan. Simlargacha ham qoplashab, zavodga holga yetib qo'yilgan. Ichlari oldi eshiklari ham xudo xohlasa akkuratniy, o'zlariga sifatli. Tepalari karpet, yopishtirilmagan joyi qolmagan. Xudo xohlasa effekti o'ta darajada zo'r bo'ladi. Shovqin chiqarmay, chiroyli xizmat qiladi. Tarbiyalarga keladigan bo'lsak, tarbiyalarning fon uchli renklar original bilan yopishtirilgan. Mashinamiz yig'ilyapti. Sizlarga ko'rsatib berdim. Xudo xohlasa effekt o'ta darajada idealniy, zo'r bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Ishlarimiz sifatli va ideal qilib qazib beramiz.